Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 24-kunidamiz. Sizlarga bir voqea aytib bermoqchi edim. Kunlarda bir cho'pon qo'y boqar ekan, suruvga bir shiddat bilan burgut uchib keladi-da, bir qo'zichoqni ilib ketadi. Uzoqda bir zag'cha kuzatib turgan bo'ladi uni. Zag'cha ham shiddat bilan keladi-da, bir qo'chqor ko'tarishga harakat qiladi. Lekin oyoqlari uni yunglari ilashib qolib, o'sha yerda qolib ketadi. Cho'pon kelib, uni chiqarib oladi hamda uyga olib borib, qanotlarini qirqib, bolalari uchun ermakka beradi, ya'ni o'ynash uchun. Bolalari to'planib olib, shug'ullashib, "Otajon, bu qanday qush?" desa, otasi aytadiki, "Bolalarim" deydi, "Men buni zag'chaligini bilaman, ammo bu o'zini burgut deb hisoblaydi" deydi. Ba'zan hasad tufayli yoki-da boshqa sabablar bilan inson ham gardaniga og'ir vazifalarni yoki-da qurb yetmaydigan narsalarni ko'tarishga harakat qiladi. Shuni sizlarga ulashib beradigan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.